Alo. Alo, aka, yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Singlim yaxshimisan, nima gap? Aka, qayerdasiz? Siz bilan zudlik bilan ko'rishimiz kerak. Uydami? Endi ishxonaga ketayotgandim. Tinchlikmi? Qayerdasan? Ishxonadaman, aka. Tezroq keling, gaplashib olamiz. Balki hozir yetarsan. Tinchlikmi? Tinchlik. Menimcha Doniyor akam umuman aybdor emaslar, aka. Qanaqasiga? Men bir ikkita hujjatlarni topib qoldim. Ularchi noqonuniy shartnomalarga qo'l qo'ydirishgan. Bu yerda Doniyor akam umuman qo'l qo'ymaganlar. O'zingiz kelib ko'rmasangiz bo'lmaydi, aka. Nima deyapsan? Tushuntirroq gapirgin. Xullas, xonaga kirsam, bitta bola bir nima titkilayotgan ekan. Keyin chiqib ketish shoshilib. Shu bilan joyimga o'tirib qarasam, flashka qolib ketgan. Men kim astab qarasam, ochib qarasam, ichida Doniyor akamga taalluqli hujjatlar bor ekan. Ha, tushunarli. Bunda men boring, gaplashamiz. Xo'p, unda siz kelavering, men qolgan hujjatlarni qarab chiqaman. Xo'p, bo'ldi. Hozir past turib boraman. Xo'p. Bo'pti. Tushunmadim. Qanaqa hujjat haqida gapirdi? Ishxonaga tez bormasam bo'lmaydi. Nima bo'lmasin, hozir biz yukni topishimiz kerak. Jasurni o'zidan so'rasangizchi, xo'jayin. San esing joyidami? O'zingiz aytyapsiz, vaqtimiz kam deb. Shunga birdan shu fikr kelib qoldi-da. Men unga odamni men topaman, 5-6 tasi tayyor turibdi deganman. Yoki bunaqa desangizchi, mashinada ozgina joy qolgan, shu yerga tovarlarni joylashtirib, sizgina ham qo'shib yorsak, yana qo'shimcha pul bo'ladi deb o'rab ko'rsangiz bo'lmaydimi? Bu gaping ham to'g'ri. Mayli. Chiqmagan jondan umid. Bir gaplashib ko'raychi. Gaplashib ko'ring, gaplashib ko'ring. Odamni ham o'zi topadi, qamaladigan ham o'zi. Faqat qutlamasa bo'ldi. Alo. Alo. Da, eshitaman. Salom Jasur, yaxshimisiz? Bezda qilmadimmi? Yo'q, bemalol. Tinchlikmi? Ha, ishlar yuzasidan telefon qilayotgandim. Xo'p, nima gap? Haligi men buyurtmachilar bilan ishni do'ndirdim. Xo'sh. Faqat bizda ozroq joy qolyapti. Agar xohlasangiz, tanishlaringiz bo'lsa, yana yuqorib yuboramiz. Qanday? 1-2 so'm pul bo'ladi yana. Bo'ldi. Topamiz. Tanishlar bor. Faqat bitta gapda. Xo'sh. Ular bilan o'zingiz savdolashib, o'zingiz kelishasiz. Men ularga aralashmayman. Ularnichi ish yuritish sal boshqacharoq. Ular asosan o'zlarining xavfsizliklari uchun oldindan pul olishadi. Tak что yaxshilab o'ylab ko'rib javobini ayting. Ularda o'zi va. Alo. Albatta. Bunaqa buyurtmachilar menga juda ham ko'p uchragan. Mayli. U odamni ishxonamga chaqirib qo'yaman. O'zingizlar ko'rishib gaplashib olasizlar. Mayli, kelishdik. Shunaqa bo'lishini bilgandim. Ana. Ish hal bo'ldi. Aka, buni o'zingiz ham ko'rib chiqing. Bu yerda bor hujjatlar menimcha Doniyor akam chiqarishga yordam beradi. Yoki haligi yuristimiz bor kurashishda aka. Xo'p. Ularga olib borib berish kerak. Boyxonamga kim kirdi deb aytding? Tanimadim. Qayerdadir ko'rganman, lekin umuman eslolmayapman. Qiziq. Ular akamni qamoqdan chiqarishmoqchi bo'ldimi yoki men hujjatlarni yo'qotmoqchi bo'ldimi? Menga qarasinglar. Sen yaxshilab o'sha kompyuter ko'rib chiqqan. Hozir axranaga borib, kamerani ochtiraman. Buni tagiga yetishimiz kerak nima qilib bo'lsa ham. Xo'p aka, Jasur aka. Menga pul kerak edi. Agar ilojsiz bo'lsa.
Nimaga? Bilasiz, kuyovingizni ozroq mazalari yo'q. Ularni chet elga doktorga olib bormoqchi edik. Ha, ungamidi? Bo'pti, bexijolat. Men yordam beraman. Faqat men ish hal qilaylik. Xo'p, Xo'p, rahmat aka. men ketdim. Xonangda bo'lib turgin. Xo'p. Nimaga Malohat opaga kelishingiz haqida xabar bermagansiz? Imkoniyatim yo'q edi. Telefonim ham o'chib qolgan. Men u kishini uyga odam yollashlarini qayerdan bilaman? Jasur sizdan qanaqadir aksiyalar haqida xabar berishingizni kutib turibdi. Nimaga endi o'zlari bilan ko'rishmas ekanlarmi? Hozir boshqa ishlar bilan yuribdi. Qolaversa orqalaridan kimdir kuzatib yuribdi. Shuning uchun ham siz bilan ko'risha olmayapti. Siz bilan ko'rish uchun o'zlari aloqaga chiqarganlar. Menimcha ishonchlardan chiqib ketyapsiz. Raqamimni o'zgartirdim. Qolaversa, Adolat opa ham uyda edilar. Men o'zim ularga aloqaga chiqaman. Bo'pti. Men uyga ketishim kerak, kech bo'ldi. Tulki. Ko'zing boshqaman, so'zing boshqaman deb turadi-ya. Tavba qildim. Xo'sh, hujjatlar bilan tanishib chiqdingmi? Menimcha kurashsak bo'ladi. Faqat sodda ekanmiz, soddaligidan foydalanishgan deb ularni ishontira olmaymiz. To'g'ri, qonun ham faktlarga tayinadi. Hujjatlarni Rashid akani oldiga olib borib beraman. Keyin yo'q, bir gap bo'lar. Xo'p, unda men sizga hozir hammasini tayyorlab beraman. Aytgancha, shotingga plan o'tkazib qo'ydim. Yaxshisi ertagayoq kuyov bilan borib kelinglar. Biletni, professor doktorlarni hammasini gaplashib hal qilib qo'ydim. Rahmat aka. Lekin bilasizmi, nimagadir ham qo'rqyapman. Nimadan? Kecha shifokor oldiga borgandim. 30% tuzalishi qiyin dedi. Xo'p, 50 ga 50 demabdi-ku. Noumid shayton. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bilmasam aka. O'ylama. Men ishimni tugatdim. Xohlasang uyingga tashab qo'yaman. Yo'q aka. Men yana o'zaro ishlamoqchiman. Siz bemalol ketavering. Unda menga bu hamma hujjat, ma'lumotlarni mana fleshga tashib bersang, yo'l-yo'lakay Rashidga beraman. Xo'p aka. Kel bu yoqqa. Balki menga tushuntirib berarsan. Nimani tushuntiraman? Avval yozgan xatingni va qayoqqa ketganingni. Keyin esa mana bu xabarni. Bu Sitoradan kelganmi? Ha, Sitoradan? Unda nimaga tanimayman deysan? Men tanimayman demadim. U meni dugonam bo'lgan bir paytlar. Sizni gapingizdan keyin qiziqib qoldim. Raqamini qidirib topdim. Bir og'iz siz haqingizda so'ramoqchi edim, bo'ldi. Nima? Men haqimda? Nima undan so'raysan? Sen kim bo'psanki undan men haqimda so'raysan? Nimadan buncha qo'rqyapsiz? Bir siringiz borki, gapira olmayapsiz. Shunaqami? Balki u bilan bir paytlar Layla va Majnun bo'lgandirsiz. Jam. Menimcha, seni bu uyda vaqting tugadi. Bugunoq qorangni o'chir, hop. Tushundingmi? Tushundingmi?
Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Ketishing kerak emasmidi? Bilaman, xato qildim. Uzr so'rash uchun oldingizga keldim. Uzr so'rash uchun. Bilsang oxiri kunlarda qilayotgan ishing yoqmayapti. O'zidan o'zi siz g'oyib bo'lib qolishing, yashirincha telefonda gaplashishlaring. Yana siz bilan kelishib ish qilaylik deysan. Yana hech narsa bo'lmagandek kelib uzr so'rayapsan. Jasur aka, men nima qilayotgan bo'lsam, sizga, oilangizga hech nima zarar kelmasin deb harakat qilyapman. Qasam ichaman. Mendan sizga hech qanaqa zarar kelmaydi. Mayli, sen bor, cho'rga. Men hozir tushaman. Xo'p. Allo. Yarim soatda ishxonada bo'lgan. Bo'pti. Qishloq mazza bar. Erkin aka? Erkin aka? Erkin aka? Voy. Salom ishq. Bu men seni dardli og'riqingman. Sevgilim, bu gaplarimni diqqat bilan eshit. Men seni hech qachon tark etmayman. Agar meni sog'insang, gaplashgan kelsa, mana shu videoni tomosha qil. Men bilan suhbat qur. Bugungi kun men uchun juda ham esda qolarli kun. Sababi otalik baxtini his qilib bir kun bo'lsa ham yashadim. Buning uchun senga rahmat. Seni ishqnoma xatlaringga shunaqa javob bermoqchi bo'ldim. Hamma xatlaringga bir xil javob. Men seni sevaman. Ana, endi pastdagi qog'ozni olib o'qi. Va menga qo'ng'iroq qil.
Yolg'on deyil. Erkin aka, ishonmayman. Siz haqqingiz yo'q bizni tashlab ketishga. Erkin aka. Unaqa qilma Erkin aka. Nima haqqingiz bor? Qo'ysangchi. Axir bolangizni o'ylasangchi. Yig'lamang. Kech bo'lmaganda bolamni bir marta ko'rganlarida edi. Bola siqilmang. Bandalik ekan. Hammamizni boshimizda bor. Ko'p ham siqilmang. Bolaga ta'sir qilib qoladi. Yaxshi. Bugun 4 oylik bo'ldim. O'sha kuni ko'ngillar sezgandek bolani ismini Suhrob qo'yamiz deb qayta aytdilar. Ko'ngillar sezib yurgan ekan. Shuncha payt mendan yashirgan ekanlar. Suhrob. Chiroyli ism ekan. O'zingizcha ekan-aka. Qiynalib qolmayapsizmi? Yo'q, yaxshiman. Akam soat nechida chiqarishar ekan? Apellyatsiya berganimizdan keyin aybsiz deb topildi. Shunga mugoradagi hujjatlarni hammasini topshirib chiqishadi. Ilohim mushkullar oson bo'lsin. Rahmat, aytganingiz kelsin. Keldim. Hujjatlarni olib keldingmi? Mana. Yaxshi. Mana bu esa seni xizmat haqqing. Xabaringiz bor. Bo'lgan ishlardan keyin kompaniya Jasur aka nomlariga o'tdi. Bu aksiyalar bilan siz to'laqonli 40% boshqaruvga ega bo'ldingiz. Yaqinda o'g'lim chiqyapti. Unga sovg'a bo'ladi. Bilasanmi, to'g'risini aytsam, sen uddala olmasang kerak deb o'ylagandim. Meni hali ham yaxshi bilmas ekansiz. Judayam sirli qizsan. Qorningdagi siqib qo'ymayaptimi? Hech kim payqab qolmadimi? Yo'q. Adolatchi, DNK qilamiz demadimi? Yo'q. Bilasanmi? Bu senga yoqmasligi mumkin, lekin men adolatga qo'ng'iroq qilib, bu bola yolg'on ekanligini aytmoqchiman. Unaqa qila olmaysiz.
Chunki bu narsaga ishonmayman. Nimaga ishonmas ekan? Chunki qornimda rostdan ham bola bor. U rostdan ham Jasur akani bolasi. Sen men bilan hazillashyapsanmi? Sen meni shu paytgacha ahmoq qilib keldingmi? Shunga majbur edim. Ahmoq qiz. Men seni juda ham aqllisan deb o'ylagandim. O'z bolangni merosini ikki qo'llab menga topshiryapsanmi? Menga pul kerak edi. Qolgani bo'lsa, bolam eson-omon o'zi tug'ilsa, o'zi hal qilib oladi. Mayli, men ketdim. Sog' bo'l. Miyasi yo'q. Bu aksiyalarni necha pul turishini bilasanmi? Tulkisan. Mana buni qara. Men qancha harakat qilmasam ham baribir Xudoni aytgani bo'ldi. Doniyorga boshqa qizni olib bermoqchi edim. Baribir Nafosat bilan bo'ldi. Nargizani Mavjudani o'g'liga uzatmoqchi edim. U ham baribir o'zini aytganini qilib sevganiga turmushga chiqdi. Kichkina o'g'lim hammasiga ko'nganda, hammasi o'xshadi deganimda, u ham mamnuqa bo'ldi. O'zimni o'yinimga o'zim tushdim. Oyi, tinchlikmi? Bu yerda nima qilib turibsiz? O'g'lim, shu gap rostmi? Nima aynan? Madina rostdan ham sendan homiladormi? Oyi, men sizga hozir hammasini tushuntirib beraman. Tushuntirishni hojati yo'q. Men hammasini eshitdim. Axir qanaqasiga o'g'lim? Biz sen bilan kelishgandik-ku. Shunaqa bo'lib qoldi, oyi. O'zim bilmaydigan darajada sarxush edim. Endi nima qilamiz, bolam? Nima qilardik? Bo'lgan ish bo'ldi. Hech kimdan qo'rqadigan joyimiz yo'q. Har holda el yurt oldida to'y qildingiz. Yolg'ondan bo'lsa ham shu kelinim deysiz. Mana oxiri yolg'onlarimiz rostga aylandi, oyi. Xo'p, nima qildingiz? Nima qiling? O'zingiz o'ylang. Uni qornida men zurriyotim bor. Sizni nabirangiz. Nima qila olaman men hozir? Balki payti kelgandir. Hammasiga ko'z yumib, aqlli bo'lib yashash. Yetar endi shuncha yurganimiz. Nima bo'lsa ham bu yog'i peshonada. Unda tez borib nikohdan o'tib kelinglar. Oyi, hazillashmayapsizmi? Yo'q, bolam. Sizlar baxtli bo'lsalaring bo'ldi. Bandani men yugurgani Xudoni bir buyurgan ekan.
Axir men ham shuncha yildan beri qachon nevarali bo'larkinman deb yuribman-ku. Rahmat oyim. Baxtli bo'lsang bo'ldi bolam. Yig'lamang. Bora qol. Mayli. Ketdikmi? Qali, bopladikmi? Ha, gap yo'q. U xotinning hujjatlarni soxtaligini bilib qolgandan keyin yuzini holati bor, o'shanga qiziqyapman. Ha, jonim. Sen xavotir olma. U endi hech narsa qila olmaydi. Sen asosiysi bolamiz o'yla. Bilasizmi? Kelganimda sizni umuman yoqtirmaganman. Yana shuni ro'kach qilish boshladingmi? Jasur aka, siz davolanishingiz kerak. Hech bo'lmasa bolamiz uchun. Xo'p, davolanaman. Bilasanmi, bugun akam chiqishi kerak edi. Menimcha uyga ham borgan bo'lsa kerak. Biz ham bora qolaylik. Ketdik. Hal bo'ldimi? Xo'jayim, bizni bosishdi. Nima deyapsan sen u? Sizni ham qaysi mehmonxonadaligingizni bilishadi. Tez qoching. Timur Akbarovich, sizni giyohvand moddalar bilan shug'ullanuvchi sifatida aybli deb topib, gumon tariqasida sizni qo'lga olamiz. Qo'lingizni ko'taring. Oyjon. Sizni rosa sog'inib ketdim-a. Jonim bolam, qiynalmadingmi? Ozib ketganingni qara. Ha yo'q, nega qiynalaman? Hammasi joyida oyjon. Xursandman. Bilasizmi? U yerda faqat sizni ovqatlaringizni sog'indim. Ha, aytgandek, dadam yaxshimilar? Nega shifoxonaga tushib qolganlarni xabarini bermadinglar? Xavotirlamang, yaxshilar. Sizni ham bezovta qilmaylik dedim. Xullas, men o'zimga tanaffus e'lon qilmoqchiman. Keliningiz bilan bir aylanib dam olib kelsak. Ha, Firmaning ishlarini esa sizga qoldiraman. Rahmat kattakon. Siz yoqda chet el mazza qilib aylanib yurasiz, biz bu yoqda ish qilib yuramizmi? Ha? Balki birga ketarmiz. Yaxshi fikr. Bo'ladi. Men ham ancha chalg'ib kelardim-a? Xo'p, bo'lmasam kelinglar bunaqa qilamiz. Mana shu hamma takliflarni men bitta osh qilib beraman. O'shaning ustida o'tirib muhokama qilamiz. Yaxshi. Kelishdingmi? Bo'ladi. Birga oshaymiz. Bo'ladi, bolalarim. Bo'ladimi? Zo'r fikr. Osh yemaganimga ancha bo'lib ketdi axir. Faqat siz o'sha har doimgidek qilib beradigan achuchuyingiz bor-ku, rayhonlar qo'shib. O'shandan qilib berasiz. Xo'p, oyijon. Bo'ladi, bolam. Doniyor aka? Boringizga shukur qo'yib beraman. Assalomu alaykum. Biz keldik. Sitora. Tushunmadim. Kim bu? Tanisizlarmi bolalar? Madina?